Yaxshimisilar do'stlar? Bugun sizlarga Ili diyoriga joylashgan sayohatchilarning ko'zidan qochgan, go'zalligi ko'kda qochgan 9 joyni tanishtiray. Cho'qim saqlab olib kelsangiz yozda o'ljiq kelgan vaqtida bu joylarni topolmay naratni peqirabli ketadigan ish chiqadi. Birinchisi Uysun qadimiy yo'lidagi Arish ko'li. Bu joy piyoda taqi chiqadigan dala havaskorlarining eng ko'ngildagidek tanlashi. Shundaqla qatnashi bir qadar qiyin bo'lgan, har kim bir ko'rishni orzu qiladigan Vanxon joylarining birisi. İkincisi Chapchal Mongol Kura taş yolu. Bu joyning banqi garchi Maytaq Kucha taş yo'lidek tanliq bo'lmasa-mu, ammo hayvisi va go'zalligi shu Dokugonlardan kelishmaydi. Uchinchisi To'qistara Chachi o'rmon bog'chisi. Bu joyda nurg'un do'stlar biladi, ammo go'zalligi yanada kishini mabdan qiladi. To'rtinchisi Parilar ko'li. Nilqa Tambala yaylig'ining ustiga joylashgan. Bir tarafi qo'yiq o'rmonlik, bir tarafi go'zal gulzorlik bo'lgan bu ko'lning manzarasi intayin go'zal bo'lib, har yili bu joyga sayohat qilib ketadigan sayohatchilar kundan kunga ko'payib yotadi. Beshinchisi Saki Bulut yayligi. O'rni Tekas Qirg'iz yezisida. Tabiiy ekologik Egiztog' o'rmon yayligi. Oltinchisi Cho'nqishday Tekas nayisiga joylashgan. Bu joyning afzalligi kirish belti haqsiz, ammo manzarasi yanada sizni hayron qoldirdi. Yettinchisi Kansayning sharqi janubiga joylashgan Qondurus yayligi. Bu joyni bilmaydiganlar xilali ko'p, ammo bir kelsangiz cho'qim yoqtirib qolasiz. 8-si To'g'risoy yayligi. G'o'lji nayisiga joylashgan. Shaharga eng yaqin sayohat o'rinlarining birisi. 9-si Chapchal nayisiga joylashgan Cho'ng'bog'ra o'rmon bog'chisi. Bu joyning egiz zayvat qor cho'qqilari va so'tsizlik tog' so'llari xuddi Shveysariya tog' manzarasini eslatadi. Yoqtirgan bo'lsangiz meni qo'shib olishni unutmang. Bu yil birga sayohat qilamiz.